Dostlar, bugungi obzorimizda tayyor oilaviy biznes bo'ladi. 70 o'ringa moslashgan bolalar bog'chasi. Bu yerimiz 8 sotik yer maydonida joylashgan, hovli joyga ishlangan. Ko'rib turganingizdek, tayyor biznes ishlab turibdi hozir ham. Xohlasanglar, bog'chasi bilan, dokumentlari bilan sotib olsanglar bo'ladi. Tayyor 70 bolasi ham bor. Xonalarni birin-birini obzor etib chiqamiz. Ko'cha tarafdan kirganimizda ana shunday temir yaxshi darvoza bilan jihozlangan. Chap qo'limizda to'qni bir maromda ushlab beruvchi sivilizator o'rnatilgan. Bu tarafimizda qo'riqlash xizmati, undan tashqari Wi-Fi. Gaz, svet, suvdan umuman muammo yo'q. Ataplarlar ham tozadan o'tirilgan. Bu yerda bolalar kiyimlarini qo'yish uchun shkaflari bor. Xonalar hammasi razdельный, birin-birin obzor qilib beraman. Chap qo'limizda birinchi xonamiz, ko'rib turganingizdek, remontlari yaxshi, ko'chaga qarab, arkadan oynalari bor, ataplar toza, konditsioner bilan jihozlangan. Ko'rib turgan hamma mebel, texnika, to'shamlari qoladi. Bu yerimiz sklad hisobida katta bir xonasi bor. Bemalol sklad etib foydalansanglar bo'ladi, bo'lmasa uy yetib olaman desanglar, kichkina bir детский spalni ham bo'ladi. Bu tarafimizda kichkina bir yana bir xonasi bor. Почти ofis hisobida qilingan, orqaga qarab oynasi bor. Bu tarafda katta zali bor. Zallarni ham ko'rib turibsizlar, keng, mebellar toza, eskirib, ko'narib qolgan emas. Konditsioner bu yerdan bor, to'shamlari yaxshi, yaxshi lustra qo'yilgan. Ikkinchi zalimizga o'tamiz. Bu yerimiz ham katta bir zal bo'ladi, orqaga qarab oynasi bor. Mebellar toza, pardalari hammasi joy-joyida. Uy qilaman desanglar, bu tarafda 3 dona spalni, bu tarafda 2 dona zal bo'ladi. Bundan tashqari katta letniy verandasi ham bor. Teraska deymiz o'zbek tilida. Bu tarafimiz katta teraska bo'ladi. Bog'cha sifatida foydalansanglar, bolalar dars tayyorlash, bundan tashqari ovqatlanish xonasi etib qo'ysanglar ham bo'ladi. Razmeri keng. Bu yerda qo'l yuvish rakovinasi bor, televizor. Bu tarafimiz oshxonasi. Ko'rib turganingizdek, morozinnik, холодильник hamma narsasi qoladi. Bu tarafimiz sanuzel, kotyoxonalar ham shu tarafda joylashgan. Endi sizlarni orqa tarafdan tanishtirman. Arqalaridan chiroyli ishlab qo'yibdilar. Orqa tarafdan chiqqanimizda mana shunday temir eshiklar bilan jihozlangan. Undan tashqari naves, quyosh tushmaslik uchun mana shunday tovarlardan tortib qo'yib keldilar. Mana bu yeri boshqacha mana ajoyib. Yozda haz etib dam olib o'tirsanglar bo'ladi. Tiyini podol qilib sklad sifatida foydalansanglar ham bo'ladi. Orqa taraflari bog'cha egalari aytib tuxum sotib olamiz, tovuq hammasi o'zimizda bor deydi. Bemalol mol, qo'y, tovuq boqsanglar ham molxonasi, tovuqxonasi hamma narsasi bor. Tandiri bor. Yerlarni ko'rib turganingizda, yerlari yaxshi. Oyoq tarafi polni yuzim egilgan. Mana shunday uyg'unliklardan chiroyli etib ishlab qo'yibdi. Hamma yer stiyashka bo'lgan. Orqa taraflarini ham ko'rib chiqdinglar. Agarda tayyor biznes olaman deb ishlatsanglar, yo'l-yo'riqni ko'rsatib, o'rgatib ham yuboradi ekanlar egalari. Yo'q, shart emas, joy qilaman desanglar ham planlari yaxshi. 3 dona spalni, 2 zal, yozgi terrasa, keng pajani xod bo'ladi. Endi kuzatuv kameralari hamma narsasi jihozlangan 100%. Ko'cha taraflaridan tanishtirib o'taman. Shunday ko'chaga chiqqanimizda ko'rib turganingizdek, fasadi 20 metr bo'ladi. Yaxshi temir darvozalar, naveslar qilingan. Bolalar ko'chaga chiqib ketmasligi uchun, xavfsizligi uchun ana shunday adlari reshotka bilan jihozlangan. Tayyor holatda oyoq tiylari stiyashki, oqarsuvdan muammo yo'q. Erchalari, daraxtlari ko'p. Ko'pchilik obunachilarimiz quruq orqa ko'chalardan joy qo'yurma, eldiroqdan ham qo'y degan obunachilarimiz bor edi. Mana sizlarga shaharning markazidan lokatsiyani tushuntirib o'tadigan bo'lsam, manzilimiz Ellikqal'a tumani Bo'ston shahri Ibn Sino mahallasi Muqimiy ko'chasi bo'ladi. Shunday Uglovoydan ikkinchi joy. Mana 40 zavod yo'l ko'rinib turibdi, Navoiy ko'cha. Bemalol kelib ko'rsanglar bo'ladi. Lokatsiyasi yaxshi yerda. Narxini kelsak, narxi $45,000. Üstünde kelishlarda qaytarib poyg'asi bor, qattiq narx emas. Bizlarda obunachilar uchun обязательно chiroyli narxlarda o'zlarimiz savdolashib olib beramiz. Lokatsiyasi yanada aniqroq bo'lish uchun yo'lga chiqdi. 40 zavodga ketish yo'li bo'ladi, Navoiy ko'cha. Bu Muqimiy ko'cha bo'ladi. Bozor darvozasi to'g'rimizda ko'rinib turibdi. Bu taraf Oybek ko'chadan kelish bo'ladi. Bu taraf Maftunaning svetoforu. Shunday kelib burilganingizda Uglovoydan keyingi ikkinchi joy. Rossiya nomerlarga telefon etsanglar, o'zlaringiz aytib ko'rsatamiz. Bu videoni tanlash bo'yicha srochni deb qo'ying. Narx ham ajoyib narxda bo'ladi.